Yukri muruni kamsitganlaringiz uchun pushaymon bo'lasiz. Agar men biror bir ishni uddalay olmasam va Yukri muru menga uyingga ketishing mumkin desa, buni o'ylashni o'zidan titrayapman. Menga shunday dahshat solganingiz uchun juda qimmat to'lashingiz kerak. Mana ular yangi qirol Edvard va bular u bilan birga bo'lgan o'shalar. 10 ta buyuk avliyo, to'g'rimi? Barchangiz bilan tanishganimdan xursandman. Mening ismim Diablo. Tinchlik shartnomasidan beri uchrashmadik, to'g'rimi, qirol Edvard? Hushyor bo'ling! Qirol Edvardni himoya qiling! Qo'y, axir bu dushman hujumi. Bular boshqa xalqlarning muxbirlari. Sen kabi aql idroklari kam odam bilan jang qilishdan zavq yo'q. Yaxshi. Men sizlarga sinov beraman. Inson menga bo'lgan qo'rquvni yenga oladimi yoki yo'qmi bilib olaman. Nimalar deyapsan o'zi? Agar bu yerdan bir kishi bo'lsa ham menga bo'lgan qo'rquvni yengib chiqa olsa, mag'lubiyatimni tan olaman. Ammo avval ogohlantiraman. Men butun hayotim davomida hech qachon mag'lubiyatga uchramaganman. Buyuk Rimuruni haqorat qilganingiz uchun oqibatlarga tayyor bo'ling. Olg'a, uni o'ldiring, iblis ovchilari! Qo'rquvni yengish kerakmi? Meni kuldirma. Ariqdayman biz kelgan joyda hech narsa emas. Iblislarga qarshi kurash sharqda mukammal darajada o'rganilgan. Insonlarni kamsitma. Tayyorlanib bo'ldingizmi? Unda boshlashga tayyor bo'lganingizda menga xabar bering. Nima? Bizga tayin qarshilik ko'rsatmadim demoqchimisan? Albatta shunday qildim. Axir siz shuncha harakat qildingiz. Jan ursin iblis, g'ururingdan hali juda ham afsuslanasan. O'lib ket, momaqaldiroq! Qalay, sehrsiz tabiiy chaqmoqni tatib ko'rish qanday tuyg'u ekan? Jismoniy tanangni yo'q qilsak, sen butunlay kuchsiz bo'lib qolasan. Ajoyib, sharqdan kelgan qahramonlarga ishonish mumkin. Men o'sha savdogarlarni albatta mukofotlayman. Rostdan ham u kuchsiz bo'ladimi? Bunga ishonchim komil emas. Zaif, shunchaki juda zaif. Ammo biz to'g'ridan to'g'ri zarba berdik. Qanday tushkunlik. Jan ursin, nega chaqmoq senga tegmadi? Chunki u juda zaif edi. Menda tabiiy ta'sirlarga juda ham kuchli qarshilik bor. Yaramas iblis. Endi sinovni boshlaymizmi? Mendan uzoqroq tur, yaqinlashma. Yordam bering.